Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, hammalarga salom. Mana yangi ishlarimiz bitdi. Bitta rom, 4 ta eshik, bitta F eshigimiz bor, katta eshik. Bu naryoqda hozir olib beramiz mana. 95 ga 205 eshiklarimiz. Ikkitasi tashqariga ochildi, o'ngga, chapga bo'lib, bittamiz ichkariga ochildi, chapga. Mana romimiz. Romlarda ham reykalari butun to'qilgan hamma yo'g'i. Aynalarni endi soldiramiz. Oshim-oshilarimiz, zamoqlarimiz firma mana Haytey zamoqni tozasidan qo'yib berdik. Oshim-oshilarimiz mana 3 tadan tushdi. Oqqa bo'lgan mana. Klientimiz shuni xohladi, shuni qilib berdik. 1 milliondan qilib berdik. Yujniy Olamishqqa. Oldin qo'shnilar yig'ib beruvdik, mana istashib kelib chaqirib mana shuni 3 ta eshik, 4 ta eshik, bitta romimiz bor. Mana 4-eshigimiz mana. Katta eshigimiz F bo'lgan. 230 ga 205. Mana jichcha oftobda ana qo'lyapti. Endi hozir ayna solinadi, yo'dviy gulli. 08 da bo'lgan hamma ishlarimiz, romigacha 08 da bo'lgan. Tabrikov reykalarda. Mana bu eshigimiz ham tashqariga ochiladi. Kimgadir shunday eshik romlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Andijon oblast, Buloqboshi rayoni. Telefon raqamimiz 91lik 288 99 00. Olib borib qo'yib berish dastavkalar ichida 1 milliondan qilib berdik kvadratini. Kimgadir kerak bo'lsa murojaat qilasizlar, xudo xolasa xizmatlilardamiz. Qo'limizdan kelgancha pokiza qilib beramiz. E'tiboringlar uchun rahmat.